mo'jizani ko'rsataman, kameradan uzoqlashmay ko'ringlar. Muqariylar nokti, bu Eron nok, o'sha Xitoy nok ham deydi. Haqiqiy o'sha salfetkaga o'ralgan nokti. Buni ilib qo'ygansiz deganlar uchun mana maqadan ham tortingda. Mana biz qog'ozni atay ochib ko'rsatyapmiz mana. Muqariy nokti bo'lgani. Bir yil ekdik, erta bahor. Mana hozir kuz 2026-yil, bugun 26-avgust sanasida уже 3 donadan meva qilib ko'rsatyapti. Buni go'zalligiga e'tibor beringlar. Mana kichkinagina daraxtcha Allohning mo'jizasi deb mashina aytsa bo'ladi, haqiqiy. Bunaqa katta daraxtlar ko'rsatmayapman. Bunda ham mevani qarang. Katta bo'lgani mana. Bu daraxtimiz, ko'chatimiz sal kattaligini hisobiga mevani ham yirik bergan mana. Juda yirik mana bu tomoni ham. 3 dona, 4 donadan meva qilgan. Aytlarni ko'rsatib qo'ying. Akalar, xuddi shuni ko'chatidan hozirgi kunda bor, tayyori. O'tirib video qilyapman kichkinaligi uchun. 1 yoshligini ham hisobga olinglar. Ko'chatidan bor, zakaz berib ulgurib qo'yinglar. 2000 dona ko'chati qolgan. Kuz paytida mana shu nokta olib chiqib 30 ming bemalol sotaverasizlar. Suvlik O'zbekistonda yetishtirilayotgan o'sha Eron nok bo'ladi. Like bosib, nokka qiziqqanlarga videoni otib qo'yaverasizlar. Pastga nomer qoldirib qo'yamiz, hisob bo'yinglar.